Anse, anladın mı? Sen bir deprem avlağa. Ma Semetcan sen bilen benim balam mı o ya? Devletle cemiyetin basıpken. Niye? İkimizin balısı ya, onduk adamını tanımayım ben. Aa, balını var o. 9 ay 9 gün ara kozak götürüp tutkan ben. He. Tuzak yapıldı. Ya bu musa, öydeki nüfus defterini be eşik premiya. Nüfus defterige Abdüsemet Bekir'e dep toluk yazıklar. Birileri var o. Toluk ma güzelge, toluk kirişvamızla. Ma sen sertleşip kalmayla yine bak ha. Bekir ka, biz sizge çıralık gap qılıbatımız. Bala mektepte okumasa, çoğun bolğanda nadan, bilimsiz, közü oçuq qarğı bolup qalıdı. Onda bala ailege, hem de cemiyetke yük bolup degen gap. Bunda qıgınыңız, özünüzün putuğu özünüz palçıqma bilen beraber. Hazır dehqançılıqımı ve yoki ticaretkimi bilim bolmasa bulmaydı. Siz en yaxşısı biz bilen qiyishmay. Bala tepki mektepke avatim, okusun. Onda qılmayırsan. Çıktı. Mana var o. Tulup üyekile ders etmeyi. Derslerine o mektep verip bir ütüşü velisla. Mine yani bir azrak bir işim vardı. Ben bir dik de çıkıp gire ya. Abi sen aldıraydı. Ben bir çıkıp gire. Bak ben çıkıp gire. Bakın. Oy. Sekreter. Sekreter. Kıne. Bekraxon, Ha? men hazır sırtda hemme gapni aniq anladım. Ha? Sizlar hech davlatning qonunini ko'zga ilmaydigan, ha? Yaxshi gapni anglamaydigan. Muttaham, men çok ketibsizlar ya. Ha? Siz manda yolg'on gap qilib bizni qo'rqitman deb o'ylab qolmanglar. Bo'lamda? Qaraganda yaxshi gap sizlarga yarashmaydigan o'xshaydi. Men sizlarga 3 kun muhlat beraman. Mana şu 3 gün içinde sizler balanın nereden boz tepip mektepke evatsizlar. Eğer mektepke evatmaydigansizlar, biz mana sizlarning ailening töven turmush kapolat pulini to'liq to'xtatamiz. Anladinglarmi? Endi qanday qilishni o'zinglar o'ylashib beqinglar. Yuringlar, ketaylik. Oy sekreter hata tushunib qoldilar. Voy. Voy. Ne bu gitti bu? Ne koydum ben? Ondan buldum Bekraxon, ha? Ondan buldum ha. Ha. Töven turmuş kapalet pulunu toxtasa qanday qilamiz endi? Boldiqlar. Hech qayerga tuz sepgandek gapildikna. Men şu yaxshi olsun deb qilgan ish bu. Oynaşmam erbab bilen, erbab sala, erbab bilen deptiken Bekraxon. Urushqa xo'razdek yurib bu to'sanglar haqni ochiq kelmamda. Şu ma Davut degan o'nqapak chingtu, herkes gap berma. Bo'miz buzak qildi deganda, shuni odamdan shu vaqirab tashlab bilmaysizmi? Bilen buldum hem de, ha? Töven turmuş kapalet pulunu bir toxtibasa. Yani dik ötküzüp etdik. Ma canını qanday bakımız, ha? Dağıtını oy verip yatamdık ya. Vay. Bo'ldi qaqnala, bir gap bo'lar. Nimada kasildaverdi endi. Onda qilmanglar, Bekraxon, onda qilmanglar. Semetcan yondurib kelilar. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Abdug'anija ustam obdan to'laman, shaman to'lamanchilikmi? Voy. Abdusamatjon ko'rinmaydi. Bir yerga ish qilayotgan o'xshamamlar. Voy to o'g'vamdimi? Voy, nima ish qo'yib borda? Ya men uni uy kadimsam. Voy necha kundan ya bu bola ishqilab onamni dadamni ko'rgim kelib ketdi deb ish qursam da qo'l ish qilib bormaydi. Inon pullamsam 10 ko'p pul debdi. Uyga yo'l qilib qo'ydim emasmi? Ma ishlar bo'lmabdi ustam. Bu kichik bola to'si qandami shahdan uyga bora oladi deymi? Qanday qilamiz bu? Bu ish bo'lmabdi. Men chiqib bir qarab boqay. Bekirka, ma
ketken davamdı. Vay Amine Hacı. Gel çıkar, oktan gel çıkar, jığılımsızlar. İlk hiç kep kalar. Elişkan, balık tepelip kala, yığılmışlar. Anamni sığınıp kettin. Dadamni sığınıp kettin dep jığlap. İş korusu işini kıygın unmay. Ben öy görüp gelmesem bulmaydı dep oturup. Şunu olan bu ustam basan verip geldi yoluk yapıyor demesme. Ben bu şehrin içinde izlemigen uçkan mı de. Aktı mı yok, köktü mü yok. Yazılık sakşıkana haber kıldın mı lan? Ya. Kendini haberlendirip koydu. Kopanla. Bakın. Vay neymiş kakandı, ne bilgendi acınım Amine Hacı kanda kılame. Oy, Sametcan. Buncha kez kelib qolibsan, bolam. Qani. Ana bolam, tatilmaya. Aldırmaya. Aldırmaya gilan turib qolmisan yana. Bu son to'ydimi? Choy icham. Endi sen aldırmay o'tirib menga nima sho'g'ini deb bergin bo'lamda. Hozir nerdan kelding? Dadam meni yüzlük satışxonaga olib bersa, boshqalar ko'rib qilib chiqib qo'yarmikin deb shahardagi bir tuqqanimizdan satışxonasiga olib berdi. Men kunduzi satışxonada ishladim, kechasi ustamning uy ishlarini qildim. Men borgan siri uyimni, maktabni, savodoshlarimni sog'indim. Mening u yerda turg'im kelmay, dadamga ketib o'qiydim desam unmadi. Shuning bilan qanday qilishimni bilmay, ustamga yolg'on aytib, mishaga qochib keldim. Men kelib ko'ray. Men qalyamenga. Ne bo'ldi? Men uy berib keladigan, Eminda yediklerimni sog'inib ketdim. dadam kelib eksadigan bo'lgansan ha? Men rostbek yediklerimni sog'inib ketdim. Inanlı pulun barma. Onu koydum da. Nasıl yolunun çizedi bana verip gelme. Evde baksam dadam giden günde bulunmayacak geldim. Kışımda 10 koy pulum battı. Şehirden kaçtım piyade geldim. Yine mektepte okudum ba. Ben okuyayım yok hanım. Bo'ldi qilma. Sen cho'qim o'qiysan. Cho'qim o'qiysan. Doktor. Kecha uslubga o'xshamamsa. Ben hata ettim doktor.
Balımız bu katım tepilip kalsa her güzlü nergi bir mi demeyme koptum. Oldu. Çoğunluğunu yerim sunmaz oldu. Tepilip kalır. Sanatcan, balam mı sana? Ne sanatcan sana? Balam. Sedatcan bala. Bağım sen bala. Çocuğum bala. Ben seni üstümü yerim kalmadı çocuğum bala. Canım bala. Daha kıtı bala. Bizi geçiriyor. Sadıkcan, yendim iş oldu. Sigirtar tezroq bo'lsa Ahmad tursun baqqa bo'lib ketdi. Ya Allah'ım adaş kentni işte recep aralashib oldi. Kentni u boshqus bizning ish qilgan emas. Hay, Sigirtar, ma gapni qilib bo'lmaydi. Udiga yuqoridan tushgan xizmat guruhining boshlig'i. Uning bilan ziddiyatlasak, ma ishdan chatoq chiqadi. Lekin u meni kichikona boshqargandek boshqarib olsa, ha? Ya ben xotirjam uyga borib kelolmasam, ya xotirjam taomimni yemasam, ya xotirjam uxlayolmasam, u hadis meni kentni ishga chaqirib, meni bo'zaq qilaveradi, ha? Dana, kentni u boshqus meni ish qilganman. Sigirtar, xotirjam bo'lsa, uni bir yildan keyin ketadi. Ma kanat siri bilan bizga qoladi. Nimadan ham yeydi? Keslar. Abnum rayon evetken hizmet grupusu Tümen kenti keliniga bir aydan işip kaldı. Bu bir ay jarayonida kent hizmetide nurg'un masalalarning saqlanganligini es qildik. Nima uchun Abnum rayon shuncha ko'p odam kuchi va iqtisod ajratib, yez kentlarga shuncha jiq xizmat guruhlarini avatidi? Buningda asos qatlamning xizmatini yaxshi ishlash maqsad qilingan. Asos qatlamning xizmatini yaxshi ishlash, ko'rilgan masalalarni vaqtida tuzitish, fuqarolarning turmushini yaxshilash mushan o'tgan hammamizning majburiyati. Men bundan burun ba'zilarning kent xizmatini ishlash jarayonida o'rin passiv holatda xizmat ishlashini tugatib, o'z xizmatiga haqiqiy ko'ngil berishini umid qilaman. 我同意组长的意见，基层工作存在这种软弱、涣散的这种状态，必须要纠正。Ma'qul cho'ntadan men mangay. To'xta balam. Obdalla ekib qo'ydim. Mani yanchiqmasa. Ay, ma qilganlar bo'lmadi cho'ntadan. Sap qo'yishlar yanchiqlarga. Bundaq qilsak bo'lmaydi balam. Avar olab mushaqqacha ekib qo'ydim. Hala, yanchiqmasa. Men pul topamanmikin deb sizlarni mashinaga savamedim cho'ntadan. Sizlardek hurmatga sazovar yurt cho'nglaridan ma kentimizda sanoqliqli qoldi. Sizlar uchun az to'la bir xizmat qilib qo'ysak, bizning ma ko'ngillarimiz ko'tarilib qolar ekan. Bo'ldi sap qo'yishlar cho'ntadan. Rahmat. Undaq bo'lsa o'lchiribman balam. Bo'ldi cho'ntadan men mangay. Qo'shillar. Erkincan balam. Bekledik. Bekle. Bana.
Öyle çoğunluk ölmeydi bala. Anam yok, dadam var. Dadam öyle uflavatıdı. Dadan oğdu çıkardı bu. Sonra dadam azdır çıkırken. Beni sakındın mı? Sığırdı. Sonra beni oynakla apra dadam anam diyesem adırak da durup aldı. Öyle oturup zırıp gittim. Vay. Apray balam, apray. Oyun tüpküley balam ne? Assalamu alaikum dada. Ve aleykümselam. Erkincan, karton filmini başladı. Televizor görek. Kapakların sangılap küstü. İcazın yok mu değil mi? Yok, undaq emas. Bir kaç gün oldu. Öyle bağmadım. Telefonum itek. Bir gün bazardan ayrılıp çıkıp kayıt dışında yoklap öteyip kirişim. Obdan qıpsa dada. Ussuğan sen bir çay içkay. Evar olma, otur. Balam, ben hemme gepni anladım. Oğul balı üçün kaygırış yaraşmaydı. Salamet bolsan pul degende tepalısın. Tevekkül kılıp bu küçük kirdim. Endi keynini kaytamayız. Endiletin iş başladığınla kıyınçılık tek aldın da balam. Bu degenin go toğra dada. Şaptıl soğudusta kaçlık ziyarət attın da? Cemi 52 milyon. 52 milyon. Bu xil cık ziyan bu. Bir pişiqlap işleş zavodi erzan bahada aldı. 482 şaptılga 14 milyon verdi. Ula şaptıl bek izlip ketipti o dep turib aldı. Öp çıkıp biteyli desem, ne kapırımız? Amalsız berdik. Dehqonlardan şaptıl setip algan 66 milyondan 14 milyondan çıkırıp etsek, sapmasak 52 milyon ziyan oldu. Kaysar canının digine nikah meskende. Sen çünkünü öydü yetip olsan, başka şehirliklerin bu ziyanı berdaşlık verelim de. Man kara oğlum, kaddini tek tut. Her kanç kıyıcılık olsun, ütüp bitidir. Gayretlik bol. Sen degen dehqonlar hamkorlik kooperativining qurg'uvchisi, mas'uli. Hammadan muhimi sen degen mening o'g'lim. Dada, şu topta rastını aytsam nemish qilishni bilolmay bakli gangrab qoldim. Hükümet bir obdan yardım kılıversa, Qo'tan qurilishini nima deb to'xtatib qo'yding? Qo'tan qurilishini to'xtatib qo'ymadim dada. Av zavodda pishiq ish tugab ekan, shuni saqlayapmiz. Undan boshqa azroq yog'och tashmi kamlab qoldi. Qara deyotgan gapingni. Yog'och tosh kamlab qolgan bo'lsa, bizning orqa hovlida besiqliq turdi-ku. Ekilib ishlatsang bo'ladi-ku. Sen shundoq degan bilan, bunaqa Qosimjon nima deydi? Shunga men eg'iz ocholmagandim. Men tehi hech kimga miros bo'lmadim. Qaysinglarga nima lozim bo'lsa, shuni beraman. Rahmat dada. O'zim bir amalni qilay. Mayli. Lekin tog'dek bir er kishi uyda mundoq ezilib yotma. Ma'qulmi? Ma'qul dada. Ben sizlerden bek aldırıp ketyapman hozir. Şuna bu qancha tez olsa shuncha yaxshi bo'ladi. Ha, bo'ladi. Ma'qul, xo'sh. Assalomu alaykum. Nihol qiymat aka. Ha. Chunki biz izlab berib ekansiz, biz yo'qib qopdik. Sizlarni yig'in ketdi deb shunaq dedi. Bir ish bilan borganman. Ay, Ahmadjon, mushu hamkorlik kooperativining ishida ba'zi bir qiyinchiliklarga uchrab qoldim. Shuning izlagandim. Men bu hamkorlik kooperativini qurishda sal aldirab qoldim. Yo'q, Qiyimjon. Siz aldirab qolmadingiz, balki kechikib qoldingiz. Shaharga yaqin shundoq bir kentda yez hamkorlik kooperativining amlotini qurilishi
to'lim afsunarliq ish. Siz manda desangiz, bizni to'lim umidlantirib qo'ysiz, Qayumjon. Bir ish qilmoq bak tasga Ahmadjon. 可有木大哥，你遇到什么困难，你给我们说呀。工作组解决不了的，可以找乡政府；乡政府解决不了的，可以找县政府嘛。我还指望呢，在我走之前，看到你的合作社繁荣兴旺呢。 Agar sizlar bunda qo'llaydigan ish bo'lsa, biz har qanday qiyinchilik bo'lsa yengamiz. Çatak yo'q. Biz kechda bir paranglashaylik. Qolgan gapni shu chaq tafsili paranglashamiz. Ha, ma'qul, ma'qul. Men kechda boraymiz. Ma'qul emas? Ma'qul, ma'qul. 再见，黑木大哥。 Ma'qul. Xo'sh, xo'sh, ha. Sadıkcan. Hoş. Qani bo'lsa, to'xtab ketibdi-ya? Yuqoridagi mahalliga aytyapti. Yuqoridagi mahalliga tunigin suvni berib qolgan tursak, yana suvga to'ymaydigan bu xalq. Boshqalar yerlarini sug'amamdi ekan. Bu o'stangi suv kasili doim shunday qildi ular. Jarimani toza bir qo'ygan bo'lsa, anandiki o'ngshilatdi. Sadıkcan, ma jariman degan gapni og'zingizga bir ammanglar. Elimma kentimizga tushgan kadrlar saqlimizni g'aydab bir yerga apadi. Unda degan bilan sekretar. Ulan özmeyli koyversak ma patangı mindi. Kim başka kul olmaydı. Yine gidip yukarının gibine biz anlamayız. Hoca, sen berib qarab baqa. Sunzadi kim to'sib oldi ekan? Ma'qul sekretar. Men hozir berib keldim sekretar. Shu qariqmal qaqpoqni besib olibdi. Hech suvni birdigandek emas. Men mi badim sekretar? Suvni akilimiz desak azali bilan chanashmasak bo'lmaydi ekan. Ajab, haddan oshdi bu xalq. Ayak tarafdagilar suv to'xtab qoldi deb qaqshayotgan. Suvning beshidagilar suvni to'sib olib haqqa aram bermayotgan. Sadıkcan, xo'sh. Siz berib qarab beqing. Endi taqoq kim chiqiladi ekan? O'zim berib shuning beshini suvga tiqib to'yg'izib etmaydigan bo'lsam, men Hashim degan ismini yo'tkivdiman. Bu kentning xizmatini uli ishlamdi ekan, men ishlamdi ekanman. Ma'qul sekretar, men berib qarab baqay. Bo'la. Hey, to'xta. Ma'qul, ma'qul. Ma'qul sekretar, men kechga cho'qim boshlab boraman. Ma'qul, ma'qul. Sizlar mazakoga obdan qaranglar. Endi men taqoq kim chiqiladi ekan? Shu zaman menga xabar qilinglar. Ma'qul sekretar. Endi men suvni navbat bo'yicha beramiz. Ma'qul sekretar. Ma'qul emas, xo'sh. Ma'qul, xo'sh. Ayşapxon acha, tomoq pishdimi? Ha, pullarni dumlab qo'ydim fikrim. Sovuq sayq qilyapman, hozir pishida. Vah, polo aytibsizlar. Nima yaxshi. Ha, bugun pullar aytdim, ertanlik men aytdim. O'g'inlik cho'chira. Cho'chirga bak umraqdim. Bo'ldi, o'g'inlik cho'chir aytib beray. Mir tomoqni o'xshamagan bo'lsa, davonjima fikrim og'zim tetig'dak obdan aytib beraman. Ilim shunday yaxshi aytyapsiz bu. Uyimiz tomoq yegandek yeyapmamda. Rahmat. Qana tabog'im pishirtamda yordamlashimdoq. Ha, pishay dedi. Rahmat. Men o'zim yetishalayman. Ha, Shokat siz yordamlashangiz. Chata yo'q. Siz chiqib ishtiroyingizni to'g'rilashtiring ha. Tomoq hozirlik chiqdi. Ha, bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizni izlab kelgandim. Bir ashir bormidi. Azroq dadim bordi. Kenet kadrlarga desam faqat anglamadi. Shuni sizni izlab kelgandim. Unda ishqiliq chirib paranglashaydi. Nima gapdi? Mavo hukumat selib bergan yer devreshga chidamliq uyning pulidan menga azroq qaz atılıb qalgan. 2 yildan buyon mush kenet boshliqlari shu qazni qaytarsan deb meni bir qistab ketyapti. Mening erim o'lib ketgan. Qizim yotliq bo'lib boshqa yutuq ketgan. Qo'limda faqat iqtizod yo'q. Shu qarzni qaytarishga faqat amal qilolmadim.
Sizin to'laydiganlari qancha pul de? 8 ming yen pul de. Kenet kadrları күнді süylep, meni faqat olta ağzımayvatıdı. Şu qarzni yo'q qilib etkil bo'ladimi? Sizlar yetirmi? Qancha kelirmi? 4-5 ming 20 baatde. O yeğenimi haqqa berib etgan. Rahmat aka. Hadi tez yapın. Tamam çıkalım. Sizga geç turanglar, men birdan turib chiqay. Ha, oldu. Qotanda qo'y qala degandek narsa yo'qmi? Yo'q, hech nima yo'q. Erim o'lib ketgandan keyin puldimmi, quriblam ketdim. Hozir mush issiq jonnimni aran saqlab turibman. Siz tez kunni qopla. Biz bir tekshirib baqali. Hukumat Aminiyat sağında ko'lamdan oshgan qismini dehqonlar o'z to'laydi deb belgilagan. Amalni qila olgan bo'lsam, oldilariga hergizmi kelmaydim. Sizlar hozir chiqayapsizlar. Biz kentkilardan bir muzokaralashib baqadi. Ha. Sizlar xotirjam bo'linglar. Biz qo'g'onlarni deyishgan vaqt tayyor qila olamiz. Lekin bizning ham bir shartimiz bor. Bizga cho'qim oldin zakolat pul urib bersizlar. Yo'q. Biz nesiga ish qilmaymiz. Ha. Men sizga tushundirdim-ku. Biz muqim bo'lgan dehqonlar hamkorlik kooperativi. Biz bir yerga kech ketmaymiz-da. Ha. Oldin qadim sizdan to'g'ridan avatmagan materialni ko'rib chiqqansiz? Ha. To'liq yodingizmi? Ma'qul. Xo'sh. Nima deydi? Zakolat puliga toz ishonch qilinmayapti aka. Lekin ularning deganimi to'g'ri. Yo'q, ukam. Bizning burnimizga bir qatim suv kirdi. Endi yana haqning gapiga oldinib yuraversak bo'lmaydi. Agar ular bizga ishonmasa, bir odam emassin. Zakolat pulini elib kelib, mush ishning beshida tursin. Bo'lmasa zakolat pulini urib bersin. Ikki mashina qo'g'inni biz bir hafta qolmay tayyor qilib bo'lamiz. Zakolat puli urib bermasa, bu ish vaqtincha turib tursin. Hozir ishlarimiz tayyor bo'lib qoldi. Qo'ton qurilishini tezlatmasak bo'lmaydi. Uningdan boshqa qo'y, kala, yem-qashaq oladigan ish bor-da. Unda bo'lsa, men aloqalashib boqay. Lekin mushu deyishgan baho uchun hisoblaganda oldin qitim shoptulni taqqan ziyonning o'rnini bu qitim qo'g'on sodisida tildirayotganmiz aka. Ukam. Qo'liga kirmagan pulning foydasini hisoblamayli. Bu ahmoqning ishi ekan. Oldin qitim shoptul sodisida ashna qilib mollaga tuqqo. To'g'ri. O ziyon bizning hamkorlik kooperativimiz uchun intayin ochiq bir savoq bo'ldi aka. Hozir nima unda oson pul topib olsin. Hamma odam aqli xo'p ketibdi. Biz toshsanligicha qum sanab bo'ldik aka hozir. To'g'ri deysiz. Sen xanzotil bilan kompyuterga pishib qo'ygan ekan, bo'shdan ushchurilni menga vaqti-vaqtida debdi. Ma'qul. Agar hamkorlik kooperativimizga qo'shgan to'hpang alaydi bo'lsa, maoshingni bir qatlab beraman. Ha? Uras chaqchaq emas. Ya Allah, emdize senin pulun, mening pulim deb og'rib yurar ekanmiz-da. Anda cho'payilishib ketmaylik juma. Bolani dumlab oldingmi? Voy, dumlab bo'ldim. Go'shtim pishib qoldi. Yaxshi. Baqara. Qo'rinlardan bir 5-6 taqsi qilib bergin. Ular bir ish ko'rimkidan ichib olmasa bo'ldi qilmaydi. Bekchiq tamoq etkizib etlar. Kildiğamayman bekchiqma. Voy, hammasini keladi dedim-ku, ha? Ularni obdan bir kutib qo'ymasak bo'lmaydi. Voy, kavapning go'shtlarini toz jiq to'g'rab qo'ydi. Bo'pti. Qilavergin. Baqara. Bugun baqo qosqondagi o'yinlaringning hammani bir chiqira. Ay, xotirjam bo'lsizlar. Gul-guliga keltirib o'taman deysizlar. Yaxshi. Sibdor. Mehmonlar keldi. Sodiqjon, mehmonlar keldimi? Ahmad To'sulla uni midasiga tar. Nimishqa? Borolmaymiz, ishimiz bor deydi. Shuni sizga deb qo'y deb kelishim. Hey,
Baranmaymiz dese ma'qul deb inib keldingizmi? Ha? Zo'lab bo'lsinmi, akasimiz bo'lmabdi. Meni zo'limi de demli sekretar. Mehmondoshlikqa bora olmaymiz. Belgilim bor deb illa billa unimidi. Aslida o'zir disili bo'pti ekan. Maqaqni bir kutib qo'yay desa, ajab hadini ishib oldi. Qarab turib meni ko'zga ilmaganlikda bu. Shu sekretar. O bir vaqt qamoqqa kelganga osmon o'lib tushamda. O prinsip qoida deganni odam chiqadigan tursa. Men tamoqni ozroq etayli desam unimayli. Endi qanday qilamiz? Voy sen bir zuvading juda yig'ib tur ha? Sekretar. Bo'lmasa silbi berib boqamliya. Shunda qislar. Tamoqni uncha ola jiq etib qo'ydik, kelsin. Kep yeb kelsin. Shunda qilsam bo'lamdi nima? 可以木大哥，合作社这一块都遇到什么困难了？你跟我们大家都说一说。 Yana shu mablag' masalasi. Mablag' yetishmagachga nurg'un ishlar hisob qilyapti. Hamkorlik kooperativida 5 odam bor. Ularni qancha mablag' silishga da'vat qilib baqsaq bo'lmamda. Yo'q. Ular bilan faqat birlik etim rasmiy soldig'anga deyishgan. Ular chiqamaydi. Ham chiqaqdek pulmi yo'q. 我明白了，他们最担心的就是钱入股了，最后还打了水漂。 Qo'tam pissa qo'yilish uchun nurg'un pul ketadi. Yana taqiy yam qashak oladigan gap. Mushlarni o'ylasam, beshim ketib ketadi juma. Mana qilayli. Ata Leon ikkimiz ahvon doklad qilayli. Naygim borayli. Omonat qarz kooperatividan o'simsiz qarz olayli. Hozir bizda birdan-bir amal shu. Sizcha shunaqa qilsak bo'ladimi? Yoki boshqa paychiqlarning fikr chiqadimi? Agar o'simsiz qarz hal bo'ladigan ish bo'lsa, hammasiga o'zim ega. Qarzni o'zim qaytaraman. Men boshqalarga ziyon solmayman. Bo'ldi, shunaqa qildi. Ahmetcan, mush vaqtcha ishlaga oqishmamsizlar? Qulg'uni qizib kelibsiz-da, ha? Bayonnozda sizlar yo'q. Bir muncha masaqil muzokara qilib chiqdik. Ma Boston dehqonlar hamkorlik kooperativini sal qo'llab qo'ymasak bo'lmagadek. Balsal tag'irqab qopti. Kentdan yordam qilib ilm olmagani badiqo. Shundami qiyimjon? Kent bu jihati yaxshi qildi. Buningga ko'z yummaymiz. Lekin bu hamkorlik kooperativini qurib qo'ygan bilan ishdan o'tmaydi ekan sekretar. Buni taraqqiy qildirish uchun mablag' bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Deganingga to'g'ri qiyimjon. Bir ish qilmoq unda oson emas, juma. Pul topmoq uningdimi tez. Qiyimjon, biz iz rahbarligi bilan qayta bir muzokara qilib boqili. Yana qanday bir e'tibor siyosatlarga tafsilroq uqili. Rahmat. Amsa men may ma'qul. 可以木大哥，你可千万不能灰心，我们一定会帮你的啊！ Rahmat. Ma'qul amsa men may. Ma'qul. Ahmetcan, ishinglar tugagan bo'lsa, men xizmat ko'rib sizga hammanglar bizning uyga berib, biror piyoldan bir choy ichib kelmabsizlar. Rahmat. Bugun kechda bizning ozroq o'rganishimiz bo'lyapti. Bugun borolmaymiz. Har qaysinglar bu yerga kelganimga xilib qoldi. Necha qitim uyga tomoq taklif qilsam, faqat bag'ili unimidinglar. Manda qilib ketsanglar, odamning ko'ngliga rostlik keladi ekan, juma. 阿西姆书记，我们驻村干部啊，明文规定，我们真的不能去啊！谢谢。 Har qaysinglarning xotin bolalari ajroqda qoldi. Aqchan uy tomog'ini seg'inib qoldi deb, men Sodiqchonni oldinglarga evatsam, faqat bag'ili unimabsizlar. Shun atoyatdan oldinglarga o'zim kelishim. Rahmat. Ko'nglingiz tegil bo'ldi. Biz xizmatlarimiz bilan qur tartibga solib oldi. Bugun borolmaymiz. Shundami? Ha? Rahmat. Bo'pti. Endi men ketdim. Ma'qul amsa. 组长，这个人可真有意思，这说发火就发火了。 Bo'pti. Xizmat munosabati bilan ko'ngli og'rib qolgan bo'lsa tuzilib qoldi. Juringlar, biz o'rganishimiz keldi. 就是，我们要按原则办事儿。
assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, qo'g'inni besib oldingmi? Besib oldik aka. Sizlar haqiqatan lavzinglarda turdi ekansizlar. Men sizlarga ishondim. Agar mushdoq ta'mlik sortli qo'g'indan yana yig'alisanglar, men gap yo'q 2 mashina sotib olay. Siz xotirjam bo'ling. Yurtimizning mevalari haqiqatan bak esil. Qachon olaman desangiz, pul kartiga urilsala, yerlik mahsulotlarni men tayyorlab qo'yaman. Sizni tonimayman, pulni toniyman dang ha. Undaq deyman. O'zaro bir-birimizga ishonmasak, qandaq savdo qilib bo'ladi? Demakchi bo'g'inim, pul kartiga urilsa, yaxshi mal tez tayyor bo'ladi demakchiman. Bo'ladi. Sizning hamkorlik kooperativingizning ishlari ro'naq topsin. Vaqtinglar bo'lsa, bizning qarmaylarga berib o'ynab ketinglar. Bo'ladi. Cho'qim boramiz. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh. Ha, aka. To'rda kuchlarning foydasi bormi ya? Haqiqatan hayron qilyapman. O'qiganning kuchini ko'rsatyapsan, Juma. Juri, mangay. Adaş, kentimizga tushgan kadrlar xeyli yaxshilik qilyapti, Juma. Shu. Men oldingi kuni oyoq tarafdagi maktabga borsam, maktabning zeylab o'rli tushgan qasho temini yangidan shakl ettirib turibdi. Ay, yuqori top yo'lni va, shu simil qilib birdik-a. Hammadan zam, o'sha kentimizga qiroatxona qurib berib, bak yaxshi qildi Juma. Bu yerga agar xizmat ko'rsa kadrlar yurtimizni yaman chiroyli, go'zal qilib ketdik-a. Bo'ytiq buningdan yaxshilar oldimizda. Anglasam, men qiymkan bor-ku. Bu yil quvgan dehqonlar hamkorlik kooperativiga nurg'unligiga yaxshi yordamlarni qilibdi. Shundami? O'tiravering. Oy, ne oldu ya? Anam şu odadan sıkılmış, medırlaman yatıdı. Nesiz? Anam şu odadan sıkılmış, medırlaman yatıdı. Kızım maşin geldi mi? Şoket, sımşat tutturun. Biz de barla. Voy, Ahmetcan, ne oldu? Ecep yaxshi tuturunuz. Maşını aylandırın ha. Ha, ma'qul. Kızım, şıqlama. Ananız yaxshi kutidi. Doktorlar çoxum davolab saqaytdi. Menin dadam tugab ketgan. Hem de anam. 别怕，姑娘，你妈妈不会有事的。 Temcan, iştirak bana saqıp diken. Ma'qul. Roşengül! Ey Roşengül! Bu ne çaka? Ulan Kasımcan. Dada. Etizlikka men billa barsam bu tüken yalğız öydü oturab işim sıkılıp gitti. Tova deyin ha dada. Sen etizliğe basan haklı nime deydiler? Hak ne mi dersi deve bende? Ne mi karımız? Sen onda diyen bilen dada. Bak Kasımcan yaşınıp kalkan dadısını etizliğe işliğe apırıp da dep gap cümem da. Ha? Yetip arman bana dada. Emi işim hoşundak dep, unumaydı gençler. Menin bu etiz erikli köygüm kemmemdi bula. Oy boptu, basın dadam. Taya toksiklik boğan diken. Sen cipto. Dadam koyup versen hazır hem yerge bağız kelidi. Lekin üzünün ahvalı yar birem da. Ha? Dadam bak Tümen kentimizden çoğun aksakılı. Onda işleydiğin etizleri kapatsak bulmaydı. Ha dada? Diginin o rast. Boptu, sılı berin lan. Dada, bugün işlerim sel cık. Ertögün ma sel işlerim selikkende seni bunda apırpır aylandırıp gireyim. Makul ma? Sen ço Fatih aldı etmiş köprünün üstü diyete bir arman eptire dada. Makul ma? Bizi berip gelirlerse dada. Makul. Makul. Berin lan. Verip gelel dadam. Makul. Azizane diyarım var.
hep makanım var